xonalik 60 kvadrat bo'lgan uyimiz Yubileyda sotuvda. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Yubileyda. Qarshimizda kartinka. Asl bo'riga shunday orqa tarafida 4 qavatli uylarning 4-qavatda 2 xonalik uyimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib do'stlarga tashlab qo'yamiz. Ha aytgancha, aziz obunachilar, 3000 ta jonli auditoriya bo'lishimizga oz qoldi. Bitta podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. Do'stlarga tashlab qo'ying. Demak, to'g'rimiz esa spalna xonasi. Aytgancha barcha narsalar qoladi. Xolodilnik deysiz, ikkita konditsioner bor, derazalar akfa, eshiklar almashtirilgan. Shundoq kirib yashaysiz. Narxini so'radingizmi? Narxi 340 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Kvadratini hozir hech kim Yubileydan 5 million 100 dan bermayapti, aziz obunachilar. Tezda shoshilamiz. To'g'rimiz esa spalna xonasi hisoblanadi. Spalna xonasida ham konditsioner bor. Aynan bu konditsioner ham qoladi. Gilam pardalar qilingan. Hozirgi paytda ham ijarachi 2 million so'mga turibdi oila. Aslan muammo yo'q. Kommunalkalarda o'zingiz bilasizlar, o'zi uchun pastga pachoklar qilingan. Ko'rib turganingizdek, eng asosiysi ikkita uy alohida razdelni tashqi darvozalar almashtirilgan. Keyin esa dush bilan hojatxonasi ham alohida. Akfa eshiklar qo'yib qo'yibdi. O'ziz uchun ozroq u yoq-bu yoqqa qarab olsangiz yashaydigan joyi. Ikkilamchiga ham beramiz, naqdga ham. Faqat tezda shoshilamiz. Bu esa hojatxonasi. To'g'rimiz esa oshxonasi. Aytgancha chap qo'limizdagi kirmoshina ijarachiniki olib chiqib ketiladi. Bog'lanish uchun nomer har doimgi 99 kodi bilan 716 53 78. Tezda shoshilamiz. Shunaqa uy so'ragan tanishlarga yuborib qo'yamiz.